oddiy neyron tarmoqdan butun neyron tarmoqgacha bu haqida gaplashib o'tamiz. Oddiy neyron tarmoq asosan chiziqli masalalarda ishlatiladi. Masalan, bitta kiruvchi ma'lumot va bitta yashirin qatlamdagi bitta neyron va bitta chiquvchi qiymat. Bu rasmda siz ko'p qatlamli neyron tarmoqni ko'rib turibsiz. Bu nima uchun kerak? Bu complex patterns, ya'ni murakkab takrorliklarni o'rgana oladi. Shu uchun kerak. Masalan, qo'lda yozilgan yozuvdan, uning rasmidan, uni nechiligini, qaysi raqam ekanligini aniqlaydigan model tuzadigan bo'lsak, har bir rasm 28 piksel vektordan iborat, 784 ta qiymatdan iborat vektorda beryapmiz. Buni birinchi qatlamida shakllarni o'rganadi. Masalan, 9 bo'lish uchun nima kerak bizga? Bittan aytaylik, aylana bilan chiziqcha kerak deb o'ylaylik. Birinchi qatlam mana shu aylanani topadi. Birinchi qatlam mana shu aylana va bir chiziqchalarni topadi. Ikkinchi qatlam yana ham umumiyroq, ya'ni ikkalasini birgalikda qilib topadi. Oxirgi qatlam qaysiligini chiqaradi? 9. Masalan, 8 bo'lish uchun ikkita aylanani birlashtirishimiz kerak. Masalan, 4 bo'lish uchun mana bunaqa shakllarni birlashtirishimiz kerak. Birinchi qatlam o'sha shaklchalarni topyapti. Ikkinchi qatlam o'shalarni birlashtiryapti. Yana ham umumiyroq narsalarni o'rganyapti. Masalan, mushuk va itlarni klassifikatsiya qiladigan modelga keladigan bo'lsak, mushuklarda aytaylik, qulog'ining shakli, ko'zlariga va mo'ylovlariga qarab aniqlasa, birinchi qatlam o'sha qaralarini aniqlaydi. Qancha kattalikdagi, masalan, qulog'i uchburchak shakldami, o'shalarni. Ikkinchi qatlam o'sha ko'zlarning shakli, mo'ylovlarining shakli, o'sha umumiyroq shakllarni aniqlaydi. Uchinchi qatlam esa yana ham umumiyroq, ya'ni o'sha mushukni to'liq obyekti, masalan, boshini, dumini, to'liq mushukni o'zini aniqlaydi. Va LLM modellariga, ya'ni nutqni aniqlaydigan modellarga keladigan bo'lsak, birinchi gapimizdan birinchi qatlam harflarni o'rganadi, ikkinchi qatlam so'zni, keyin frazani, keyingi qatlam gapni va oxirida ma'noni o'rgana oladi. Oddiy neyron tarmoqni ko'rishimiz mumkin. Bu PyTorch yordamida qilingan sequential linear 3,1 degani 3 ta kiruvchi ma'lumot va bitta chiquvchi ma'lumot bo'lyapti. Va oxirgi qatlam bo'lgani uchun sigmoid aktivatsiya funksiyasidan foydalanyapmiz. 3 qatlamli neyron tarmoqqa keladigan bo'lsak, NNN dan sequential yaratyapmiz, ya'ni neyron tarmoq yaratyapmiz. 2 ta kiruvchi qiymat, 4 ta yashirin qatlamdagi neyronga uzatilyapti. Va keyingi aktivatsiya funksiyasi ReLU va keyingi o'sha chiqqan 4 ta yashirin qatlamdagi 4 ta neyron 3 ta keyingi qatlamdagi yashirin neyronga uzatilyapti, 3 taga. Keyin yana aktivatsiya funksiyasi, keyin o'sha oxirdagi 3 ta neyron oxirgi natija, ya'ni chiquvchi qatlamga uzatilyapti va oxirida sigmoid. Nimaga oxirida sigmoid qo'llayapmiz? Chunki ehtimolligi kerak bizga. TensorFlow'ning ushbu saytida neyronlarni qanday o'qitilishini ko'rishimiz mumkin. Masalan, ma'lumotlarni tanlashimiz mumkin, ko'rinishini. Aytaylik, bunaqa ma'lumotlar bo'lishi mumkin, bunaqa bo'lishi mumkin, bunaqa bo'lishi mumkin. Learning rate tanlaymiz, o'rganish tezligini. Aktivatsiya default holatda relov turibdi.
problem typelar tanlashimiz mumkin. Mana bu yerdan yashirin qatlamlarni ko'paytirib kamaytirishimiz mumkin. Neyronlar sonini ham ko'paytirishimiz mumkin. Bular vaznlar. Buni ishlatsak ko'rishingiz mumkin. Test lossimiz 0.002 bo'ldi. Train lossimiz 0.001 bo'ldi. Bunda masalan oxirgi neyron mana bunday ajratishni o'rganyapti. Oxirgi qatlamdagi ikkinchi neyron esa juda ham yaxshi natija, mana bunday effektni beryapti. Har xilcha ajratib ko'rib o'rganib boryapti har bitta neyron. Aytaylik, bunda rel emas, linearni qo'llaydigan bo'lsak, train lossimiz mana bu qiymatda, test lossimiz mana bu qiymatda qotib qoldi. Chunki bu yerda linear aktivatsiya funksiyasi, ya'ni chiziqli aktiv funksiya ish bermaydi. Chunki bunda non-linear kerak bizga. Shuning uchun biz relni ishlatamiz.